oching. Rohatlaning. Yengillikni his eting. Men ichmayman, lyuks mashina qo'shdi, aya. Boshqacha ekan, ey. Jigarlar, hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzumsizlar? O'tgan safar hammangizga yoqdi shu rubrikamizda, ya'ni Anont Boys bolalari bilan tog'ga chiqish. Mana bugun baraka va'da berganlaridek 5000 ta like yig'ilsa, chiqamiz dedingiz yana. Yig'ildim. Ha, endi mana biz qayerga ketamiz? Jizzaxga. Jizzaxga ketamiz. Aydarko'lga. Eng qizig'i endi ikkita mashinada emas, bitta mashinada bo'lamiz. Hozir biza Kia Carnival mashinasidamiz. O'tgan menimcha O'zbekistonni savorsa ham sig'ib turadi. Nima deysiz? Anons oilaviy. Oilaviy. Brat qayerga chiqyapsiz? Hozir bitta bolalarni olamiz, kuzatib tursanglar, mahani olamiz, keyin Jahon, Islom, aytgancha yeyishga nimadir olib, bemalol ko'rib o'tirsanglar bo'ladi. Chunki aytib o'tganimdek qiziq voqealar hali oldinda. Qani? Nima? Avtomat bo'lgan bo'lsa nima? Etoldi. Это не солидные люди, да? Eng qizig'i biza soat 4 bo'ldi. Mana 4 dan ochdi, mahani oldik, endi yo'lda davom etamiz. Qo'lda 95 benzin полный bak qo'yamiz. Xudo xolisa yetish kerak. Hozirda 95 полный bak. Hozir ko'ramiz necha pul bo'ladi. Taxminan necha pul bo'ladi deb o'ylaysan? Kommentariyada yozib qoldiringlar-chi, jigarlar. 769 ming. Jigarlar ko'rganinglardek 770 ming kirib ketdi-chi. Necha litr? Oo, harakat. 770 ming bo'ldi. Ha, 770 ming chiqib ketdi-mi? Pullar borlar. Ha, 100% aka. Beramiz. O'tir qochdi. Harakat nima bo'pti? Yo'q, benzinga mashina haydab turib pulimiz yo'q bo'lmish. To'xtang. Nima bo'pti, tushuntiring endi. Hozir kalich benzin olmizda 770 ming pulimiz yo'q. 770 ming lekin pul yo'q. Ana mashina Tashab ketib qolinglar. Zal o'tgan men ham tashab ketasan turishim. Mana hozir Abdulla oldik. Bu yerda eng kerakli narsalar palatkalar shu yerda. Hozir keyin Islom bilan Jahonni olamiz. Shu bilan yo'lga ketdik. Urasanmi? Urmashi bola, ur, gazni bos. Bos! Kerak edi, bos. Jahongirбек. Jahon aka. Okay. Usta saviya qildi. Unidan baliq chiqib Jizzaxga. Nima chiqib ketdi. To'sib pishgan o'chirib olsanglar bo'ladi. Ya, men buni o'chir. Голоса зовут меня на заре. Небеса зовут меня. Bolalar, biz eng asosiy manzilimizgacha 80 kilometr qoldi. Biz hozir Jizzax somsa yegani keldik. Mana Tapchanda atmosferaga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Hozir somsa tiqamiz va yo'limizda davom etamiz. Juda go'zal joy kutib turibdi bizni. А кто? Скажи все! Вор! Вор. Somsalar ham keldi. Voy. Keldi, ko'ryapsizlar. Hidi zo'r, hidi yaxshi. Xudo xolasa yeb tatib baho berib ko'ramiz. Men o'ylashim bo'yicha bittaga to'ysa kerak. Voy. O'la qo'ying bitta baba. Maza. Zo'r ekan xudo. Ish kerak edi buni. Qara. Hozir. Ichi dunyo bo'yapti-ku. Hozir o'ylaydi, bir 100 minglikcha keladi deb o'yladi. Necha pul keldi qani? 500 ming shot keldi. Borsan qiziq o'tdi. 450-500 ga yaqin pul kelibdi. 500 ming rovna. Olib bartir yal qilamiz. Hozirda Valla karzinga kirdik. Eng qizig'i pul yo'q. Nega biz? Biladingmi pulni?
Shunaqa jahon qo'shib oldi. Oy, jahonmi? Jahonda buni boshqa kartalar jahonda. Ha? Ha, boshqa karta qilib qo'ygan. Bolalar mana bir amallab korzinkadan chiqib oldik. Harakat. Bir amallayapmi? Ketaylik! Ketdi! Mana Jahongir. O'sha mazamiz qochyapti bor. Ya. Boyvachcha. Atak, atmosfera, o'zga dunyo, vahshiy kayfiyatda odam. Kelishga arziydi, vahshiy. Nima deyli? Keyingi safar kommentariyada bitta aktiv bolani oldimizga olamizmi? Bo'ldi, kimga komment eng ko'p like yig'sa, plus shu videoda 11,000 ta like yig'sanglar, o'sha odam ovosib bo'ladi. Atak bo'lmaydi bo'lsa. 11,000 ta like va atam 150 ming ta prosmotr. Bolalar, oxirgi nuqtaga keldik. Videoni o'zingizlar ko'rib turibsizlar, menimcha chiroyli joy tanladik. Hozir palatkani yoyib, tepadagi g'orga chiqib ketamiz. Voy, men bitta e'tibor beringlar o'zingizlar. Bolalar mana g'orga chiqib ketyapmiz. Taxminan qancha balandlikda? Taxminan 300-400 metr. 300-400 metr balandlikda. Tepadan vid qanaqa ko'rinishini sizlarga ko'rsatamiz. Ketdik. Davay Ali. Shuni uchun mana shu tepalikka chiqib ketyapmiz. Mana orqa vid. Mana ozgina qoldi. Shuni uchun qanaqa balandlikdamiz. Mana Valo, ehtiyot bo'l. Valo, Qo'limda kameralar chiqoldi. qiynalmading? Narvani. Yaxshimi? Davay, ketdi. Bolalar, mana sizlar uchun shotgacha chiqdim, oson bo'lmadi. Bitta vidga o'zingizlar baho beringlar. Bu vidni ko'rib odam tinchlanadi, qaranglar. O'zingizlar baho bering. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Balkim oranglardan bittalarni tanlab olib, mana shunaqa joylarga olib kelarmiz. Shuning uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Podpishchilarning orasidan bitta odamni tanlab, o'zimiz bilan shunaqa sayohatga olib ketamiz. Bolalar, orqamizda pashar bo'tdi. Hozir biz pastga tushib ketyapmiz. Pastga tushib shashliklarni pishiramiz. Bo'lmasa qani, ketdim. Bolalar, mana ko'mir tayyor. Endi shashliklarni sekin qo'yib chiqamiz. Mana bolalar, shashligimiz ham o'zib pishdi. Hozir yeb, baho berib ko'ramiz. Juda bosorish kerakmi? Bismillah. Bosorish kerak. Bolalar. Ali. Yoqimli hammaga. Bolalar, mana hozir shashliklarni yeb bo'ldi. Endi sekin yig'ishtiramiz. Yana cheborlarning ovozi eshitilyapti. Yana cheborlar hech narsa emas. Bu yerda cheborlardan ham yomonlar bor ekan. Mana bu chivi, pashshami, nima chivi. Hozir mashinaga o'tirib 1 soatdan oshiq yo'limiz bor. Asfalt yo'q, konkretniy dabdala yo'l, svet yo'q. Atir-tatir qilib ketar ekanmiz. Oy. Harakat maqomimiz. Sekin ketyapmiz, hech kim yo'q. Yig'ishtirdik-a. Qandonga tozalab, ko'timiz tegidan tozalab, hammasini tashlab, sekin chiqamiz. Mashina faralanoq. Mana shovga qolishdi. Mana har doimgidek musorni yig'ishtirib ketamiz. Shu narsani boshqalarga maslahat beramiz. Oy. Mashina tayyor. Naryoqda tozalaymiz. Aytib o'tganimizdek, o'zimizdan ketimizdan top-toza qilib ketamiz. Sizlarga ham shu narsani tavsiya beramiz. Vidga bitta e'tibor bersanglar bo'ladi. O'sha hech nima ko'rinmayapti. Nima bu yerda? Yulduzlarga bitta e'tibor beringlar, bolalar. Chigarlar. Mashalloh. Wow.
hech nima ko'rinmayapti. To'g'rimi Far aka? Umuman hech nima ko'rinmayapti. Tushunishinglar uchun. Hozir ham jana qo'yibdi bizni, bu yerda shakar. Shakal o'tdimi? Yo'q. Yo'qda, chap taraf. Nima? Yo'q, tushmaydi. Voy bola, mana nima? Ko'rdingmi? Dalni ham sho'ng'i. Demak, ikkita yo'l, qaysi biridan yuramiz? Chapdan yuraveringchi. Chapdan yuraveringchi. To'g'ri. Короче, bolalar, поворот не туда. Bekor gapding shu gapni. Eson-omon chiqib oldik, loyli, suvli joylardan suzib, cho'kib, ha? Cho'kibmi? Bir amallab chiqib oldi. Baxa odammi, qara? Odam. Ikkita odam. Просто mamna Ikkita bola. borda qaranglar. Bu yerda dalani o'rtasidagi sharpalar ham bo'lishi mumkin. Bir xil kiyim kiygan-a? Bir xilda. So'raymi, o'ynayotgan sigaret bormidi? Davay so'raysizmi? Mana kamerani bekitib qo'ydim. Sen qo'rqaman. Odammi bular, qarang. Odam kayf qilib ketyapti-ku. Bir xil Ko'rgandingizmi? Ya, maza qilib yuribdi, ular spokойно bo'lib. O'sha rasam bo'ldi. Mesni bratухada. Yo'q, qani, turibdi. Endi ko'rinmaydi. Yarim yo'q mashalasi bor. O'sha turbat yana oldimizdan chiqib qo'ygan. O'ynaydi. O'ynadi paydo bo'lib qo'ygan. Jigarlar ko'z oqayotganiga ahamiyat bermaysizlar. Sababi 6 soatli yo'ldan keyin odam charchadi. Mana ko'rsatsang bo'ladi. Balu soatda почти soat уже 3 ga yaqinlashib qoldi. Odam charchadi. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ysanglar, bizni juda xursand bo'lgan bo'lardi. Xudo xolasa, sizlar uchun bundan ham zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz. Aytib o'tganimdek, like bosib, podpiska tashab, kommentariya, eng ko'p kommentariya yig'gan bolani o'zimiz bilan shunaqa bitta sayohatga olib ketamiz. Shuning uchun maksimalni aktiv bo'lamiz. Joninglar sog' bo'lsin, keyingi videoda ko'rishguncha.